Vodiy g'isht bozori Toshkent g'isht bozoridan ancha orqada qolib ketganini vodiyga kelib ko'rib tushunib yetdim. Nimaga deysizlarmi akalar? Chunki vodiyda hali ham yarimtalik g'ishtlar ishlatishar ekan. To'g'ri, yarimtalik g'isht juda ham baquvvat, svязка zo'r bo'ladi, lekin xarajat ko'p bo'ladi. Cho'nchiliga zarar bo'ladi. Akalar, Toshkent 100% bir yarimtalik g'ishtga o'tib bo'lgan. Nimaga? Chunki uyli tez ko'tariladi, xarajat juda ham kam bo'ladi, cho'nchiliga foyda bo'ladi. Endi akalar, teshikli g'ishtlar hozir kunda juda ham ommalashib boryapti, chunki akalar teshikli g'ishtlar yozda salqin, qishda suv bo'ladi. Termo g'ishtlar o'zingizlar yaxshi bilasizlar, M150 markali g'ishtlar. Hozir Armada zavodimizda xuddi shu g'ishtlar chiqyapti. Butun vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Sizlar lokatsiya tashlasanglar, biz sizlarga akalar avtokara, manipulyator, avtokran xizmatlarimiz mavjud. Butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Kimga shunaqa sifatli g'ishtlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol G'ishtboruz vodiyga murojaat qilinglar, okelar eslab qolinglar, bizada g'isht bor.